Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men UZBman kanali va bugun sizlar bilan o'sha 3 minut qoldi. Lobbi boshlanishiga do'stlar. Ya'ni men Danatek bratimiz bilan o'ynab qolaman. Qani qanchalik kuchli ekanlar. Nega Danatek davomman? Sababi. Ama kimlarga e'tibor bermaydi? Nagmaniki. Voy. Buni qaranglar. O'pishim brat. Endi buni qaranglar. Voy brat. Ola davay 2 minut. Ne bo'pti? 2 minut qoldi o'sha do'stlar, 2 minut. Qo'rqdinglarmi? To'xta. UZB sila. Davay, agar yutsam. Agar like bosib qo'yasizlar, endi yutqizsam ham bilmadim. 1 minut qoldi, 1 minut. 1 minut. Voy bla, 1 minut o'sha 1 minut. Voy. Nima bo'ladi? 1 minut. O'sha jang boshlanishiga. Birinchi raund ekan. Davay. Qattan bildim. Mana. Birinchi raund. Lekin bu option o'ynamaganman, ishoninglar. Voy, nima bo'lyapti? Cho'qiydi. Bu rostdan vasiy, xullas. Mashhurlik jangi ekan. Keyin bunga 20 ga nima olsa bo'lar ekan bu yoqdan. 20 oladigan joyiga 70 ga doimiy versiyani olish. Agar 80 bersam, bu yerda men buni olgan bo'lar edim. Ayo bo'ldi anaqa ekan. Unda men buni olgan bo'laman. Dedi. Nima bunaqa bo'ldi? 0 minut. Voy, 2 soat. 2 soat ekan do'stlar. Voy, abobda undan keyin videoni jo'natib olaman.